Ular shunchaki o'zaro gaplashib olishlari ham mumkin edi. Agar u Laminni bilsa, unga telefon qilsa bo'lardi. Maydonda imo-ishora qilish esa aslida xuddi shu narsa. Bu orqali yana shov-shuv yaratasiz. Biz esa hozir bu haqda yana gaplashyapmiz. Agar siz Laminning do'sti bo'lsangiz va u bunday ochiq bayonotlar bermasligi kerak deb o'ylasangiz, unda maydonda imo-ishora qilish o'rniga unga bevosita telefon qilganingiz ma'qul. Frenki Barselona sardorlaridan biri sifatida, seningcha Lamin jamoat oldida bunday gaplarni aytib to'g'ri qildimi? Bu so'zlar o'yindan avval vaziyatni alangalatib yubormadimi? Ammo Lamin nima degandi o'zi? U Real Madrid g'irrom degandi. Lekin bu gapni aynan uning o'zi aytdimi? Lamin bunday demagan. Bu so'zlar Qirollik Ligasi dasturida boshqa birovlar tomonidan aytilgan, Lamin emas. Lekin undan so'ralganida u ha deb javob bergan-ku. Ammo Lamin Madrid g'irrom deb ochiqchasiga aytmadi. Ha, balki bilvosita, lekin to'g'ridan to'g'ri emas. Gap shundaki, u Qirollik Ligasi efirida qatnashgan. Odamlar bu mavzuni ko'tarishgan va keyin barchasi haddan tashqari shirib yuborilgan. Men Laminning o'zi bunday so'zlarni aytganini eshitmaganman. Menimcha bu voqeaga ortiqcha ahamiyat berishmoqda. Madrid tarafdorlari internetda Lamin nomidan iqtibos ko'rishganidan keyin ranjiganini tushunaman. Lekin aslida bu shunchaki noto'g'ri talqin. Hech qanday katta muammo yo'q. Bu masalaga nuqta qo'yish kerak.